Kechqurun vaqtli uxlay olmayman, o'zimni majburlasam ham bo'lmayapti. Bomdodga yaqin uxlab qolaman. Shu bilan peshinda turaman. Bu holat o'zimga umuman yoqmayapti. Nima qilsam bo'ladi? Endi bu yerda nima qilasiz erta uxlab? Shu savolga javob topishingiz kerak. Meni tanishim bor, Timur aka degan. U odam dizayn bilan shug'ullanadi. Adashmasam bir 17-18 yildan beri. Bu insonni yashash tarzi umuman teskari. Mana любой muvaffaqiyat bo'yicha kitobni olasiz. Shuni yoppasiga teskarisi shu inson. Hamma zararli odatlari bor. Ertalab 5 ta yotadi, obeddan keyin turadi, lekin juda ko'p pul topadi va mendan baxtli. Har holda men shuni deb hisoblayman. Doim kayfiyati yaxshi, hamma narsasi yaxshi, hayotda hamma narsasi yaxshi, lekin umuman hamma narsani noto'g'ri qiladi. Endi bu paradoks, odamlar hammasi har xil. Shuning uchun endi yoshingiz nechidaligini bilmayman. Ehtimol, katta ehtimol bilan yosh kichkina odam bu narsani, bu savolni beryapti. Menimcha bir 20 yosh atrofida bo'lsa kerak. Masala nimada? Mana shunaqa narsa bor yoshlarda, hustle culture deydi. Milliarderlarni ko'ramizda, milliarder ertalab 5 ta turishining sababi u hayotini o'zgartirmoqchi emas, u hayotini qanaqadir keyingi etapga chiqishmoqchi emas, uni majburiyati shu. Tushunamizmi? Qo'lingizda 100 ming ta odam ishlab turganda, 2-3 ta kompaniyaga har xil yer sharini har xil nuqtasida uchishingiz kerak bo'lganda, ertalab 5 ta turishdan boshqa hech qanaqa yechimingiz ham bo'lmaydi. Biz ularni ko'ramizda, aytamiz, demak ertalab 5 ta. Misol uchun professional sportsmenlarni ko'rib, ana 300 kilo ko'taryapti, men ham borib ko'taraman degan fikr kelmaydi hech kimga. Shuning uchun ertalab turish majburiyati yoki xohishi qayerdan kelayotgani birinchi aniqlashni men sizga tavsiya qilaman. Agar mabodo haqiqatan ham erta turishingiz kerak bo'lsa, yana bir marta ta'kidlayman, hammaga kerak emas bu narsa. Men tarafdoriman erta turish, men o'zim erta turaman, men erta turish tarafdoriman. Ayniqsa musobaqalarga, boshqa narsaga tayyorgarlik bo'lsa, men srazu rejimga kirib ketaman. 9 da yot, 4 da 5 da tur va hokazo. Men uchun bu juda ham produktiv rejim bo'ladi. Nimaga? Chunki soat 5 dan 8 gacha men 3 soat shug'ullanaman odatda. 8 da 90% inson endi turayotgan bo'ladi. Men o'sha 3 soat shug'ullanib, ko'p narsani qilib bo'lgan bo'laman. 3 soat уже такой, menga hech kim telefon qilmaydi ertalab, meni hech kim bezovta qilmaydi ertalab, chiqitga borgim kelmaydi, bormoqchi bo'lsam bora olmayman, hamma joy yopiq va hokazo, fokus kuchli bo'ladi. Endi agar mabodo haqiqatan ham sizga shu narsa kerak bo'lsa, ham erta turish kerak bo'lsa, erta turmoqchi bo'lsangiz, bu meni hayotimni o'zgartiradi deb o'ylamoqchi bo'lsangiz, ayrim yechimlar bor. Birinchi yechim ovqatingizni to'g'irlashingiz kerak. Men o'zim sezgan narsa sirkadniy ritm degan narsa bor. Mana Ramazon paytida bitta voqea bo'ldi. Bir kun iftorga bordim. Endi men dieta dedim. Как dieta dedim, misol uchun xohlagan narsamni yemasdim. Ro'za bo'lishiga qaramasdan. BJU deydi, balans kaloriya deydi. Semirib ketmaslik uchun o'sha balans sabludat qiladi. Non kamroq yerdim, mana shunaqa narsa. Keyin kola zero ichdim. Shakarsiz kola ichdimda iftorda, уже soat bir 8 da uyga keldim. 8 da men odatda svetlarni uyda o'chirib, o'zimni tayyorlayman uxlashga. Yotibman, odatda uyqum keladi, uyqum kelmayapti shu. Endi o'yladim, hanim dedim, magniy ichdim. Menga endi har baloni ichib yurmanglar, meni ko'rib olib, bu menga nevrolog yozib bergan narsa. Любой narsani ichishdan oldin YouTube'dagi videoni ko'rib olib, qaror qabul qilmanglar, vrachga boringlar. Oldindan ogohlantirayman. Magniy ichdimda, yotibman, uxlay olmayman. Qarasam soat 10:30, 9 da uxlardim har kun. O'yladim, dedim, nima nito dedimda. Qiziqishga AI ochdim, GPTni, yozdim. Cola Zero'da tarkibi qanaqa? Kafein chiqib turibdi. Kofe, kafein. Allaqancha milligram kafein bor. O'shani o'zi yetarli bo'lishi mumkin uyquni buzishga ketsam, albatta deb yozdi. Menga kafein juda ta'sir. O'zi energiyam ko'p, men kofe ichmayman odatda. Men kofe ichsam вообще turib bo'lmaydi oldimda. Qo'llarim hamma qilib ketadi. Uxlamadim. Keyin aytdim, kafeinni qanday qilib kessa bo'ladi? LTAni ichsang kesadi dedi. LTAning как раз menda bor. Men chunki miyam uchun ichardim. Yana bir marta aytayapman, bironsi ichishdan oldin vrach bilan gaplashing. Keyin LTAning uchun bittada uxladim. Ya'ni yotgan ovqatingiz sizni uyqungizni sifatiga, qanchalik tez uxlab qolishingizga va hokazoga ta'sir qiladi. Ko'p fast food yesangiz, men yeyman fast food, ko'p emas, haftada 2 marta yesam kerak, bilmadim, plus minus. Lekin har kun fast food yesangiz, har kun yog'li ovqat yesangiz, har kun turli xil qovurilgan kerak emas narsani yesangiz, kofe ichsangiz to'xtamasdan uyqudan uyquga yaqin, misol uchun 3 soat, 4 soat oldin kofe ichsangiz, adashmasam kafein 8 soatda chiqib ketadi, plus minus. Siz uxlay olmaysiz vaqtida. Mana shu narsaga e'tibor berishingiz kerak bo'ladi. Birinchisi, ikkinchisi, agar pram uyquni to'g'irlamoqchi bo'lsangiz, tem bo'lib tadbirkor bo'lsangiz, tadbirkorlik uyqu must have eng asosiy narsalardan biri deb hisoblayman. Uyqu bu investitsiya. Chunki mana e'tibor bering, agar uyquga to'yib tursangiz, любой narsani qila olasiz. Uyquga to'yib turmasangiz, chala uyqu bo'lsa, dabdalangiz chiqadi.
Dabdala chiqib. Oddiy bitta karrani ham hisoblamay o'tirasiz. Tupi chiqib turadi. Bir odam tup, charchagan odam tupi odam. Tamam, mana shu o'rtasiga barobar qo'yaveringlar. Charchagan, uyquga to'ymagan inson bilan tupi odam hech qanaqa farqi yo'q. To'xtamasdan adashasiz, diqqatingiz joyida bo'lmaydi, hech narsa o'rgana olmaysiz. Ba'zilar misol uchun til o'rganishda uyqudan kelsaman, 4 soat uxlayman, ko'proq o'rganaman deydi. Eng ahmoqona qarorlardan biri. Men umrimda ko'rgan eng ahmoqona qaror uyquni kamaytirib o'qishga sarflash. Bu birinchi masala, ya'ni ovqat yeyish. Ikkinchi masala specialistlarga borib ko'raylik. Shaxsan men nima qildim? Men Sharm el-Shayxga bordim komanda bilan. Biz u yerda dam oldik. Undan keyin qaytib keldim. Sharm el-Shayxda tabiiyki endi dam olyapmiz. Bizni rejimimiz buzilib ketgan. Har kun soat 3 da uxlayman, har kun soat 2 da uxlayman endi o'tdi vaqti bilan. Keyin keldim soat 12 da kechqurun samolyot qo'ndi. Ertasi kuni ertalab soat 5 da turdim trenovkaga. Hech qanaqa muammosiz. Va buning sababi qisman buning sababi meni xarakterimdan, tajribamdan, intizomimdan tashqari buning sababi bu meni tanish mutaxassis nevrologim borlik. Men uyqumni to'g'irlash bo'yicha nima ichishim kerak, nima yeyishim kerak va hokazo bo'yicha polностью maslahatlashaman. Aminokislotalar, boshqa narsalar yozib beradi. Men shu narsani ichaman. Mana vrach bilan gaplashaylik deb bekor aytmayapman. Va bu menga rejimimni to'g'irlashga shunaqa zo'r ta'sir qildiki, Ramazon keyinchalik kirib kelgandan keyin o'sha iftordan keyin men o'sha soat 8 da bo'ldi. Men nika qo'yman, uxlashim kerak. Misol uchun yana shu darajagacha men rejimga kirdimki, men yakshanba kun soat 7 gacha uxlamoqchi edim. Ya'ni shunaqa qilib rejim qo'yib olganman. Soat 23 gacha uxlayman. Soat bir yakshanba kun deylik 9 da emasda, soat 23 da yotaman. Soat 11 da va 7 da turaman. Tura olmadim, boraman 7. Ertaroq turdim. 5:30 uzoq 6 gacha yotdim. Undan umuman yotaman bo'lmadi, uxlaman bo'lmadi. Rejimga shunaqa qilib kirishib qoldim. Va buning o'sha ikkita asosiy sababi, birinchidan ovqatlanishimga e'tibor berdim. Prям diyetaga o'tiring demayman. Prosta uyquga yaqinlashgan sari ovqatni og'irligi pasayishgan. Osh yesangiz uyqudan 1 soat oldin uxlay olmasligingiz tabiiy. Kofe, mofe va hokazolarga e'tibor bering. Shakarga e'tibor bering. Shakar kamaytirish kerak. Bitta mutaxassisga mana mutaxassislarni sanab o'taman. Nevrolog, psixoterapevt bo'lishi mumkin. Somnolog bu uyqu bo'yicha mutaxassis. Borib turib gaplashing, 3-4 ta narsa yozib beradi. Ishoning, uyqungizni to'g'irlaysiz va ishoning, uyqungizni to'g'irlaganingizdan keyin hayotingizdagi hamma narsa to'g'irlanib ketadi. Irodangiz joyiga tushadi, stress kamayadi, ko'p narsaga ulgurishni boshlaysiz, ko'p narsani qilishni boshlaysiz. Shu boshingiz ichiga kirmayotgan shu so'zlar, shu yodlamayotgan narsalaringiz, eslab qolmayotgan narsa, hammasi eslab qolinishni boshlaydi. Hammasi joy-joyiga tushib ketadi. Shunaqa. Menimcha shunaqa bo'lsa kerak. Zararli odatlarimga xuddi narkomandek bog'lanib qolganman. Qutulish xohlayman, ammo qo'limdan kelmayapti. Zararli odatlarimga xuddi narkomandek. O'zi savolli ichida shu holatda ta'rifi bor. Любой zararli odat bu narkomaniyaga juda ham yaqin narsa. Narkomaniya ham zararli odat. Qo'pol qilib aytganda. Prosta slishkim kuchli ta'sir qiluvchi zararli odat. Qutulish xohlayman. Hamma ham qutulish xohlaydi. Qaranglar, ideal odam yo'q. Sizlarga bordek tuyulishi mumkin, men tushunaman. Kimdir ideal bo'lishni xohlaysizlar, lekin ideal odam yo'q. Odamlarni ideallashtiradi. Misol uchun, meni ideal deb o'ylaydi kimdir. Men juda ham ko'p eshitganman. Men IELTS'im 9, kimdir IELTS 9 deydi Davron akani. IELTS topshirmaganman hech qachon. Guinness rekordiga kirib $1 million olgan deydi. Kitobni deydi, bitta qaritdi deydi. Shuna o'tkazib tashlaydi, eslab qoladi deydi. Borimdan ortig'im bordi. Yoki borimdan yomonim bor. Ya'ni odamni, konkretni odam obyektiv ko'rish juda qiyin. Misol uchun bitta odam bor, bitta shaxs bor. Mediyada. Deylik meni kimdir yomon ko'radi. Tabiiyki, meni yomon ko'rgandan keyin meni borimchalik ko'ra olmaydi u inson. Hech qachon meni borimdan battar ko'radi. Tushunyapsizmi? Meni yomon ko'radi, mashinnik deydi, o'g'ri deyishi mumkin, yana nimadir deydi, qanaqa gap tarqatishga harakat qiladi. Короче, men yomonman. Men o'zimni borim shu yerda bo'lsa, u inson uchun men mamnunman. Boshqa inson bor, meni kuzatadi, u meni fanatim, qiziqadi, qachondir YouTube'dagi o'sha rekordimni ko'rgan, nimamdir ko'rgan va men mamnun bo'lsam, u meni mamnun ko'radi. Aniq meni o'zimni ko'rish qiyin. Buning uchun meni ancha yillar tanish kerak. Va zararli odatlar masalasida men zararli odatlarning hammasi bo'lishi mumkin bo'lgan hamma zararli odatlar boshimdan o'tgan meni. Bilmadim nimaga, menga zararli odatdan voz kechish juda oson. Men bittada voz kechaman. Diyetaga o'tirish kerak bo'lsa, men kerak bo'lsa degan savol juda ham asosiy bo'ldi. Menga misol uchun diyeta kerak bo'lsa, ertaga kimdir aytsa, Davron 80 kilo bo'lishing kerak. Jahon chempionatida yutish uchun, okey, ketdik, men 80 kilo bo'laman. Hech qanaqa muammo tug'dirmaydi menda bu narsa. Zararli odatda zarari meni maqsadimga zarar keltirmasa bo'ldi. Men uchun zararli odat bo'lmaydi avtomatik. Endi bu yerda bitta narsani tushunishingiz kerak. Zararli odatdan qutulishni deyarli imkoni yo'q butunlay.
ko'pchilik uchun har holda nimadir sabab bo'lib qutulishingiz, sabab bo'lmasa agar. Men agar mabodo bu ichish bo'lsa va prям ko'p alkogolga ko'p berilib ketayotgan bo'lsangiz, bu yerda уже mutaxassisligi tavsiya qilaman borish. Vrachchi oldiga borasiz, terapevtmi bilmadim, biror vrachchi oldiga borasiz, o'sha tushuntiradi o'zi. Agar mabodo chekish bo'lsa, Allen Carrni zo'r bitta kitobi bor. Bir paytlar meni yaqin qarindoshim, yoshi kattaroq odam 2009-yilda shu kitobni o'qigan, butun umr chekib yurgan inson tashladi. Shu bitta kitobdan keyin shu bilan qaytib sigaret chekkan. Va ko'plab odamlardan men bu narsani eshitaman. Misol uchun meni bitta yaqinim bor, mana shu biz gaplashib qoldik. 15 yil sigaret chekkanman Davron dedilar. Allen Carr kitobidan tashladi. Men hayron qoldim shu kitobni aytganlaridan. Mana shu kitobni o'qib ko'rsangiz bo'ladi. Atak zararli odatni tashlashning eng zo'r yo'llaridan biri, yana bitta kichkinagina insightsligi, foydali odatlarni ko'paytirish. Sport bilan shug'ullaning, ovqatingizga qarang, ko'proq kitob o'qishni boshlang. Foydali odatlarni zichligi, konsistensiyasi sizni zararli odatlaringizni siqib chiqarishni boshlaydi. Tushundingizmi? Ya'ni fokus odamning o'sha e'tibor, diqqatini o'sha zonasi cheksiz emas. Butun dunyodagi hamma zararli odatlar bitta odamda bo'la olmaydi. Bittasi paydo bo'ladi, ikkinchisi bo'ladi. Va hokazo. Xuddi shunga o'xshab foydali odatlar ko'paygan sari zararli odatlarning sizga ta'siri kamayib boradi. Bu ham bitta lifehack, ehtimol yordam. Men nimaga ko'p narsani aytib tashlayman? Bitta narsa odamga ishlamaydi. Ya'ni, misol uchun, master klasslarda ham, marafonlarda ham, даже kurslarimda ham ko'plab texnikalarni berishga harakat qilaman. Qaysidir biri sizga ishlashi mumkin. Qaysidir birini ishlatasiz, qaysidir birini ishlatmaysiz. Ehtimol hech qaysi birini ishlatmassiz, ehtimol hech narsa o'zgarmas. No, hozirgi kunda AI bor. Yozishib, qidirib ko'ring, любой zararli odatni tashlasa bo'ladi. Qiyin emas menimcha.